Saida Rametova ayollarni nega tez qarishini ko'z yosh bilan gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasi bosib qo'yishni unutmang. Aktrisa Saida Rametova ayol kishining qarishiga nima sabab bo'lishini o'zining ijtimoiy tarmoqdagi izohlarida so'zlab berdi. Uning mulohazalariga ko'ra, ayollarning qarishiga tuhmat, nohaqlik, yetishmovchilik va g'am-anduhlar sabab bo'ladi. Saida Rametova shunday dedi: tuhmat qaritadi, nohaqlik qaritadi, yetishmovchilik qaritadi, g'am-anduh qaritadi. Agar ayol hayotda o'zi xohlagan turmush tarzini eplay olmasa, davom ettira olmasa, hayot uni qiynab qo'ygan bo'lsa yoki orzulariga erisha olmasa, shular ayol kishini qaritadi deb o'ylayman. Shuningdek, aktrisa ayollarga baxt va sog'lom hayot tilab qo'shimcha qildi. Lekin xohlardim, ayollarimiz hech qachon bevaqt qaramasin, bevaqt sochiga oq tushmasin, dili og'rimasin, qalbi bo'shamasin, hamisha qalbi mehrga to'la bo'lsin, oila a'zolari o'zini yaxshi ko'rgan kasbi va turmush o'rtog'i bilan to'liq bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz yoningizda bo'lsa boshqacha. Aktrisa ko'z yoshlari bilan aytgan bu tilaklarni orqali ayollarning baxtli, sog'lom va farovon hayotga ega bo'lishini istaganini bildirgan. Xabarda